Ekran aldırki qadarlı körümenler, körü vatqanlar Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Şinjan Kapitan Xalqara Savdo Çeklik Şirketi hamkarlaşıp huzurunla sungan Şinjan Pasil Xalqara Savdo Çeklik Şirketi xas namidagi Avaz ve Talant programısı. Ben program riyasetçisi Ümit Tursun. Programımızın ikinci aylanma musabıqısı ilip berilyapti. Elbette bu aylanmamızda faqat 12 nefer mahirimiz keyingi aylanmaga qadam qo'ya oladi. Elbette bugün ilip berildigini bolsa Kapitan Gruppasining musabıqısı. Ondaqda aldı bilen biz bahalıqçı ustazlar bilen tanışıp çıqaylik. Avaz ve Talant programımızın bahalıqçısı Sünye Muallim. Avaz ve Talant programımızın bahalıqçısı Kaysar Habibullah. Avaz ve Talant programımızın bahalıqçısı Maqsad Kadirqan. Avaz ve Talant programımızın bahalıqçısı Dilshad Raydin. Avaz ve Talant programımızın bahalıqçısı Faride Rashdin. Elbette bugünkü bu programımızga biz yeni bir aziz mehmanimizni taklif qildik. U yoq bo'lsa Kapitan Gruppasining yetakchi ustozi, shundaqla Şinjan Radio Televiziya Stansiyasining dangliq riyosatchi Lin Xue ustoz. Lin Xue 老师，欢迎您的到来，欢迎。Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, endi ruxsat qilsanglar, biz ikkinchi aylanma musobaqamizga qadam tashrif qilgan korxonchilarimiz bilan tanishib chiqaylik. Ular bo'lsa Şinjan Pasil Xalqaro Savdo Çeklik Şirketining bosh direktor yordamchisi Elyar Tursun efendi. Qarshilamiz. Xushkepsiz. Şinjan Kapitan Xalqaro Savdo Çeklik Şirketining bosh direktori Islomjon Abla efendi. Qarshilamiz. Xushkepsiz. Şinjan Ranalar Xalqaro Savdo Çeklik Şirketi Efrana Girimchiligi bosh direktor yordamchisi Arzugul Imin xonim. Xushkepsiz. Qarshilamiz. Şinjan Ko'znak Uchur Pan-texnik Çeklik Şirketining bosh mudiri Varisjon Qurban efendi. Xushkepsiz. Qarshilamiz. Şinjan To'yliq Xalqaro Savdo Çeklik Şirketining bosh direktori Obul Hasan Obul Qosim efendi. Xushkepsiz. Qarshilamiz. Şinjan Nazifa Xalqaro Savdo Çeklik Şirketining setish bo'limining rayon direktori Ranagul Ershad xonim. Qarshilamiz. Xushkepsiz. Yana bir aziz korxonchimiz bo'lsa, Şinjan Lazixan Yemaklik Pan-texnika Çeklik Şirketining bosh direktor yordamchisi Qaysar Abdurahim efendi. Qarshilamiz. Xushkepsiz. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, Ovoz va Talant programmamizning hal qilg'ish musobaqasiga qatnashib, hal qilg'ish musobaqada oldingi 1, 2, 3, 4 darajaga erishgan mahirlarimizning katta mukofotlarini saqlab turyapti. Undaqda mukofotlarimiz zodi nima bo'ldi? Hammalar birlikda ekran orqali tanishib chiqaylik. Birinchi darajaga erishgan mahirni Şinjan Pasil Xalqaro Savdo Çeklik Şirketi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan. İkinci dereceye erişken mahirni Şinjan Kapitan Xalqaro Savdo Çeklik Şirketi 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan. Üçüncü dereceye erişken mahirni Şinjan Xalqyar o'qatchilik guruhi 50 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan. Dördüncü dereceye erişken mahirni Şinjan Kapitan Madaniyat Tarqitish Çeklik Şirketi 20 ming yuan naqd pul bilan mukofotlaydi. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Ondaqda Kapitan Gruppasida zodi qaysi mahirlar bor? Ular bilan yetakchi ustoz o'tirsida zodi qanday o't ushqinlar paydo bo'lgandi? Hammalar ekran orqali ko'rib chiqaylik. Marhamat. Eshik yopiq. Nima chiroylikka tehi. Bu musobaqa qatnashadiganimiz 3 to'q. Endi yolg'iz o'tirib qolaman. Hadi yaxshimi? Yaxshi. Kelibdi-da. Bu men o'zim yomon qo'rqib o'tirganman. Jirilashamiz bor. 你好，兄弟。姐姐好，好。兄弟好，你好。我再看到你们，我又紧张又高兴。我真是，我跟姐姐第一轮就是一组，对，一组的。但姐姐配的特别好。对，我看过你们两个的作品了，都很棒。我回去之后看了你配的那个喊出来的那个啊，陈独秀那段是吧？啊，我当时我一上我跟你一组了，完了，又跟姐姐一组，又跟你一组，我觉得特别紧张。我们这次争取就是3个人都能晋级。嗯。喂，哎，老师。哎呦，哎呀，您先了。老师好，老师好，老师好，老师好。走。首先呢，祝贺你们3位能够进入到第2轮比赛。谢谢。我一直在关注你们的这个比赛，然后成绩都不错。
今天呢很荣幸能成为你们的指导老师。咱们在今天的这个过程当中，就是不知道大家还有什么问题，我们可以一起来共同探讨。然后呢，我也给大家一些这个指点，大家可以提一下。老师，我有一个问题，就是我想请问，通过我们第一轮比赛之后，我会发现这个话筒的使用好像和我们的情绪的高低是有一定关联的，是不是？那这个技巧要怎么去把握呀？我们在这个配音的时候，是这样子的，因为我们是立麦嘛，立麦的话呢，那我们在配音的时候，有时候我们可能会进入到角色当中，那情绪可能会爆发，在这个时候呢，一定要离话筒保持一定的距离。那这样吧，我们现在现场呢，来这个配一下我们自己的作品，然后呢，在配的过程当中有什么问题，那我现场给大家指点一下，好不好？好的，来。大姐，大姐，别动，别动！你们三个听我说，你们三个不准晃，让明太走，让明太走。角色应该是在30-40岁，40岁左右。那你像你20多岁这个年龄，所以呢，一定要显得更加沉稳一点啊，不要轻易的就把你的情绪全部都爆发出来，那不是他真实的一种性格的体现。这样啊，好，我再试一下。加油！ Kanalda kızgın alkışlarımız bilen bugünkü birinci numaralık mahirimiz Long Zi'an'ni seknimizga taklif qilamiz. 有请 Long Zi'an， 有请。主持人您好，现场的老师们以及各位优秀的企业家们以及电视机前的观众朋友们，大家好。哎，欢迎龙咱，也恭喜你进入到了我们第2轮的比赛啊。那么前几场的比赛你看过了吗？看过了，每周6晚，新疆 TV5，不见不散。哇，说的太好了，这个广告打的太好了啊！当然，龙子安的前几场的这个表现也特别出色，要不我们一起来回顾一下，怎么样？好，来。儿子，我是你爸，我告诉你，你要好好的听你妈妈的话，啊，长大了成为一个顶天立地的男子汉，听见了没有？那么我想问一下弟弟，你今天带来的第一个作品是什么呢？我今天带来的第一个作品是今年春节档上映的一部电影，名字叫《送你一朵小红花》。那么我们的舞台就留给你了，好吗？谢谢。你们不用这么瞪着我，我已经成年了，有独立行为能力，知道自己在做什么。你们凭什么翻我抽屉啊？我再不翻你抽屉，你就把自己吃成个神经病了你！吴小妹说的吧？啊？真长。你们不用这么瞪着我，我已经成年了，有独立行为能力，知道自己在做什么。你要是想用钱，你可以找我们要，你不能拿着自己的身体做。我已经够拖累你们的了，这次我想用自己的方式完成自己的愿望，不行吗？什么方式？威哈，我告诉你，你的身体不光是属于你自己的，还是属于我们的。爸，你看着啊，从我生病以后，我们家换过一样新东西吗？桌子腿早就站不稳了，还有你这手机啊，屏碎的都没地儿给你修。你们俩下班以后，一个去夹菜叶子，一个偷着去开专车。这个家以前不是这样的，我也不想看你们这样。用你操心了，我们乐意。我不乐意。
我不想您胃疼的睡不着觉，连胃镜都不舍得做。还有我妈为了2毛3毛跟人软磨硬泡的。还有我奶奶这么大一把年纪了，得靠卖房子来填我这个无底洞。你们这么不顾一切来救我的命，只会让我觉得我是个负担，我一点都不感激你们。我再不逃出去喘口气，我还不如去死。哎，龙仔，我刚才注意到了你嘴巴里面好像有什么东西。我刚才为这一段准备了一小张卫生纸，是为了模拟这个。啊，是卫生纸是吗？现在还一直在含在嘴里面吗？我拿出来了。啊，已经拿出来了，是吗？对，为了模拟这个吃饭的时候嘴巴里有东西的感觉。啊，真好。好的，那么我们一起来听一下各位老师会给出什么样的评价，好吗？好的。来，孙悦老师。我觉得龙子安国家通用语言普通话很标准，可以达到国家这个标准，而且是在很高的一级这个水平之上。角色我觉得大家也都看了，很投入。和父子俩的这场戏，我觉得对得非常好。口型的细节，刚才玉米提也说到，你嘴里放了个什么东西，我们刚才也看到了。马老师说他嘴里放了个什么，我说一定是有用的东西啊。为了这个咀嚼的细节出这样一个效果，我觉得这很用心啊。这个口型的细节，我觉得做得很到位。唯一不足的，我觉得就是离话筒太近了，这一点我觉得很遗憾。谢谢各位老师。那我们准备我们下一阶段的比赛，好吗？好的。好。Ekrandagi qadrli ko'rmanlar, endi sahnamizga chiqadigan mahirimiz 2 nomerlik mahir Guljamal. Qandoqda 2 nomerlik mahirimiz Guljamalni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Guljamal adamni qarshi olamiz. Albatta, Guljamal adamning oldingi aylanmadagi ifodasi mendan qolib bo'lgan, shundaq-ku. Undaq bo'lsa, oldi bilan biz Guljamal adamning oldingi aylanmadagi ifodasini birlikda ko'rib boqaylik. Numarangni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Rostini nahiya bo'yicha birinchi bo'libsan. Ali maktabda o'qiydigan bo'ldik. Yura. Guljamal ada, dastlabda sahnaga chiqqan vaqtida Naqshi bilan boshladik. Ha. Nemishqa Naqshi bilan boshlashni o'ylab qoldingiz? Chunki mening ovoz bermoqchi bo'lgan filmim bo'lsa, Xislatlik tevib shilayli degan filmdan ariya keldim. Men bu kinoni ko'rish jarayonida asosligi mushu naqshisini desam, deb ko'rma desam bo'ladi. Naqshisini bek yaxshi ko'ratdim. Bir fursatlar bo'lib qolsa, mushu naqshni bir aytib olsam, sahnalay chiqib bir aytib olsam degan orzuyim bordi. Bu qitim shunga filmga ovoz berish jarayonida bu naqshni bilib keldim. Xo'sh, shundaqda 2 nomerlik mahirimizning ifodasini ko'rib boqaylik. Qani marhamat. Bundaq gapni digiri bo'lmaydiganligini endi bilib atamdilar. Tunogin akşam onun bilan bir kecha gaplashgan emasmidilar. Xursandlik qilmay. Pislar. Qani, say xo'jayin. Say xo'jayin, nimaga kulasiz? Yaraydilar. Doğruxanni beka aşmaptı kella. Özleriga özleri doğru yezip yap, hazm qilalaydi kella. Andin deysakmi bo'la? Ha, to'xtasizlar. Bugun inig'in demaydigan bo'lsalar, sizlarga deb qo'yay. Uxlayman deb ham xiyol qilmisizlar. Ha? Chapsan tizlansizlar. Chapsan tizlansizlar deb o'taman. Tizlansizlar. Ha. Qani aytsizlar. Bir-birlab menga inig'ini oldi bilan bir deganning qanday gap ekanligini deysizlar. 8 ko'tarilmak taxtiravonda say xo'ja. Unchalik bo'sh ovozlarni kim anglaydi? Unlikrak. Qo'ying. So'zib meni eshak quloq qilyapsangiz, satib qolmaymanmi? Agar rostini demisizlar, yilg'u eshak quloqdan to'shqan quloqni qilib itaman taxi. Ma'qul. Hammani deb bo'ldimi? Shundaqmi? Tofu, ustozingning o'rnida o'zing degina. U hammani deb bo'ldimi? Degina. Ag'achayim, ustozim rost hammani deb bo'ldi. Sen ustozim bilan birlish meni ko'ldiriltyapsan ha? Yur, uloq degina. Yanraydigan qandaq ish bor? Bir poch xat tutib, xitingizni berib o'tay degan. Ag'achayim. O vicdansız tuzkor. O pişini yeydigan özgür. Bu candan toydum. Ben bu candan toydum. Ben öley. Endi yaşıqınımның
맘들아. 남들 님에다. 저렇게 gapga 맘들아. Og'ich oyimni xatirga qo'ysagan gapchi. Qandoq deyman? Uni bu hamiz onchiki bir gap narsa emas demamdilar. Qaytadan bu sahnada uchrashganimizdan xushalman. Aldınqı aylanmalarda şundaq tatlıq avaz bilen bizni şundaq huzurlandırgan. Avazımı tatlıq, hemmesi özüge maslaşqan, hem kasbdimi şunda tirishchan. Muş kasbni yaxshi ko'rganligidan, hatto o'zi bergan ovozdagi filmlarning naqsini bosh qo'yib etmaydi. Shu kasbni so'yganligi uchun mana hozirgidek mush natijalarga ega bo'ldi. Shundaq yana mushu talant sahnasigimi, yana men mushunchalik darajada kasbda ilgirlab ma darajaga yetib bo'ldim. Men nima ish qilaman deganni o'ylashmay, yana mush sahnada yanama qobiliyatimni joriy qildirib baqay. Mendan ortiqroq odamlar bo'lsa, ortiqchiligini o'rganay, kamchiligim bo'lsa tuzatay degan mushu aloyitligi bilan mush sahnada turibdi. Asli kammisimi bo'ladi-ku, lekin mushuningdan men bek ta'sirlandim. Gaplarni qitirib beradi. Texmo yuqori o'rilishini umid qilaman. Rahmat, ustoz, rahmat. Endi biz bugungi 3-nomerlik mohirimiz Alqutni sahnimizga taklif qilamiz. Qani marhamat. Barliq ustozlar, ko'raman do'stlar. Amolarning avval yaxshimi? Men yana qaytib keldim. Qarshi olamiz. Rostdan desam biz programmamiz oxiri chimatda qo'yilib ketadigan bo'ldi. Butun maymunlarni yig'ilib. Unda bo'lsa oldi bilan Alqutning birinchi aylanmadagi ifodasini ko'rib boqaylik. 同学们，同学们，封建与共和乃绝对两不相容之路。要想存其一，必先废其一。要使民众觉醒，国家强大，就必先将民众心中2000年的这座大山彻底推倒。 Undaqda Alqutinim, bugungi ilib kelgan birinchi asar qaysi? Bugun mening birinchi ilib kelgan asarim bo'lsa, davlatimiz ishlangan nodir karton filmlarining birisi bo'lgan Kichik hamoqat, ya'ni Shohut o'shan. Bo'ladi. Qani undaqda Alqutning birinchi bosqichlik ifodasini hammalar birlikda ko'rib boqaylik. Qani marhamat. Bayıq televiziya nomerlerini ko'rdingmi? Mening sana berdigan bir taklifim bor. Ikkimiz musobaqalashib baqsak, qanday jur'at qila olamsa? Vay, kim o? Qadinoz do'stimning ovozini taniyolmadingmi? Bayaq televiziya nomerlarini ko'rdingmi? Mening sana bir taklifim bor. Ikkimiz bir musobaqalashib baqsak, qanday deysan? Jur'at qila olamsa? Musobaqalashdik. Oy canım. Oy. Ahir seni tutib oldim. Alayda bir payt yetib kelish oldida buzib qolganini qaramamdigan. Hamma yaramas deymilar. Hay, rostov otmaydigansan? Bu nima degani? Men sana rostov otman. Ehtimol yigishib otgan bu. Seningchi bu qandaqroq bo'pti? Bu musobaqa qatnashadigan yangi mashinaning loyihasi. Ay, voyjon. Amal topay. Altın hamoqat, kumush hamoqat, bizning qeri hamoqat va uningda karamat. Biz kechikib qolganmiz. Men sxemisini og'ash keldim. Bu tog'lari sansiga, Alqut, oldingi qatim sizning bizga bergan ta'siringiz pek yaxshi bo'ldi. Mush qo'rchoq filmlarga ovoz beradigan artistlar odatdagi ovoz artistlaridanmi yomon bo'lishi kerak. Shundoq talab qilinadi. Shunga siz bir cho'ng filmni tanlabsiz. Bu oson ish emas. Davomini ko'rib boqamiz. Yomon emas, yaxshi. Rahmat Maqsad ustozga ko'p rahmat. Kapitan guruhining birinchi bosqichlik musobaqasi oxirlashdi. Endi biz ikkinchi bosqichlik musobaqamizni ilib boramiz. İkinci bosqich mahirlarimiz ko'pchilikka filmning asli ovoz bo'yicha ovoz berish jihatdagi mahoratini ko'rsatdi. Bugun ularning raqobat e'lon qilmoqchi bo'lgan filmi bo'lsa, Niqoblang'uchi, ya'ni 伪装者。那么我想问一下龙子安，你在《伪装者》这部电影里面，你配的角色是哪个呢？我主要配的角色是大哥明楼，顺带还有2句二哥明成。为什么要选择这几个角色呢？
其实跟我们3个人的年龄是有一定相关程度的。大姐。大哥小弟所以选择的时候，你们是按照自己的年龄来选择的，是吗？是的。好的，Gülcemal'da qaysi obraz? Ben şu Angchong artistning Angchong artistiga. Xo'sh. Men kichik inisi Ming Tayga o'zim. Bo'ladi. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Mahirlarimizning hamkorlashib turib tamomlamoqchi bo'lgan bu bosqichdagi ifodasi zodi qanday bo'ldi? Amaylan ko'rib boqaylik. Qani marhamat. 大姐，以后我不在了，替我照顾好他们2个。大姐，你别这么说，大姐，你会没事的。大姐，去医院。别动！你们3个听我说，你们3个不准慌，不准喊叫，不准哭。明台，你这个傻孩子，不让你来，你又不听我的话。姐，我不会走的，我要来救你，这话我不会听的。明楼，大姐，以后我不在了，替我照顾好他们2个。大姐，你别这么说，大姐，你会没事的。大姐这一辈子一直都活在担心之中，担心失去你们，想不到。大姐，你别说了，大姐，我们马上带你去医院。先管好你弟弟，听见了没有？听见了没有？让明台走！我不走，我不走。明台，快上车。走！我不走。听着，你现在的任务是上车，跟车上我们的人一起把这车军火押送到根据地去。听明白了吗？大哥，听明白没有？你不要跟我走，我求求你，你不要跟我走。走。走啊，阿成，拉他走。走！走！人的增援马上就要到了，你留在这里，我们都得死！快走！走！让我看得浑身起鸡皮疙瘩。又有点像流泪的感觉。对，啊，非常感人这个场面。我觉得3位演员的情感非常投入，而且你们有默契，之间有默契，啊，演员是要动用技巧的，配音演员也是这样，就是要分析演员的特点，贴合剧中的人物角色。Yangi Jongo qurilgandan buyongi munavvar kino televiziya filmlariga ovoz berish orqali ideyaviyligi, badiiyligi, huzurlanishchanligi bir gavda qilingan bu nodir kino televiziya teatrlariga, asarlarga hurmat bildirib, bu nodir asarlarning orqasidagi sehriy kuchni qayta namoyon qildirdi. Bugun bizning mahirlarimizning hurmat bildirmoqchi bo'lgan film bo'lsa, Muzikant, ya'ni Yingyueja nomli film. Şinjanның dаңлıq rejissoru Sherzod Yoqub rejissorlik qilgan tarixiy voqelik asosida ishlangan Muzikant nomli film bo'lib, Jongoning dаңlıq muzikanti Shen Shinxayning Olmutadagi haqiqiy kechirmishlariga asosan o'zgartib ishlangan. Bu son nodir asarlarga hurmat bildirishda biz
Muzikant nomli bu nodir asarga hurmat bildiramiz. 我选择的是人民音乐家冼星海。接到组织任务到国外参加工作，在国外遇到了一些外国友人，也是音乐家的无私帮助。我配的这个角色呢，是他的冼星海的知名挚友，是一名哈萨克斯坦音乐家。好。不管发生任何事情，我们都要给人民鼓劲儿。今天首席小提琴换人了，所以大家要好好磨合，相互熟悉一下。还有您，要把乐谱背熟。我还不知道您该怎么称呼。黄训可以来得及吧？我们再来一遍。太感谢了。我只是不忍心。我能够听出来，你的创作都是思念。生活在这个世界上，没有祖国的人，就是没有根的大树。没有根的大树。没有根的大树。虽然现在回不去，但是还能见到祖国，对你来说是好事。到了那边之后，一定要给我写信。Guljamalada. Men bu filmda opsi, qizi qatorliq obrazni olib keldim. Dadamdan xat kelibdi. Dadamdan xat kelibdi. Apa, dadamdan xat kelibdi. Apa, dadamdan xat kelibdi. Apa, xatni momam bilan tog'amlarga ko'rsatsam bo'lamdi. Dadam urush maydonida emasmi? Ko'ki yaxshi odam emasmi? Dadam bilan Ko'ki endi qaytib kelolmamdi. Qaytib kelolmamdi, apa. Sen kim shundoq dedi? Apa, men endi maktabga bormayman. Hargiz bormayman. Bormasam bo'lmaydi. Maktabga cho'qim berishim kerak. Apa, bu ishlar tushun bo'lib qolsa bo'lmamdi, ha? Mening ovoz bergan obrazim hamda bosh roldagi Shanshinxay obrazi. Uningdan boshqa yana bir nechta tal kichik obrazlar bor. Uni hamda ililiq filmda ko'raylik haqida. Bo'ladi. 大起小锣鼓，大起小锣鼓，嘚隆嘚隆咚，嘚隆嘚隆咚，手拿小刀枪，手拿小刀枪，冲锋上战场，冲锋上战场。 Sen bu taksan cinanı sepirse, bilemsen. Lenti yo'qolib ketdi. Do'ltim urushchida qolsa, men bu yerga qamilib qoldim. Oiladagilarim bilan hatto bir umrim ko'rishamasligim mumkin. Men o'zimdan qanday bardoshlik berishim kerakligini faqat bilmadim. Sen hayot qilishing kerak. Biz hammamiz hayot qilishimiz kerak. Faqat hayotlik bo'lganda umid bo'ldi. O taraf Jungomi? Ha. O taraf Jungoga. Mening uyim shu edi. Ustozlar, qanday baholarni berdim? Ala bakalım ya. Qani, Qaysar ustoz. 从第一阶段到第三阶段已经快要完成了，也就是说全都完了。特别棒。3个阶段里面，你需要的配音演员利用的技巧全部又利用了。这个挺不错的。
挺不错的，真的。刚刚孙燕老师已经说了，你这个普通话的水平，这是最棒的，真的最棒的。别人也就是说观众一听，特别一个舒服的感觉，声音有一个舒服的感觉，这是很重要的一个东西。谢谢老师，谢谢。你也王子安特别棒，第3阶段特别棒。Gülcemal Sabit, nima deymiz? Kasbiy artist, mushularniki hammasi 3 qitimliq qarorlarning hammasi tugidib 3-chi jadvalnikida haqiqatan yaxshi. Alqut balam ketib qolgan birli joy bor. U bo'lsa-mu, mush filmni tanlagan vaqtida eng oldidagi 2 rolni birli vaqtda ovoz bermasligim kerak. Chunki ikkisini yosh cheklimasi bir-biri bilan farqlanmaydi. Ovozni farq etolmaysa, o'zgartirmaysa, tez suratda o'zgartirib bo'lmaydi undaq yerda. Shu ikkisi bir-biri bilan tuyqu qilishidi ekan, uni paranglashidi ekan emasmi? Uni dargiz unda qig'ilib bo'lmaydi yoshlar kelgan vaqtda. Lekin ham keyindagi rollar kelganda nihoyat yaxshi. Bolalarga dars o'rgatgan, uni keyindan chegarani qishidagi hissiyotlar, oldimdagi jungomo, mening yurtim degandek bundaq so'zliklarning hissiyotlari nihoyat yaxshi. Meningcha onda 3 yilinglar Linshuo Laoshirlar rahmat desanglar bo'ldi. Xeyli obdan, xeyli obdan narsani debdi sizlarga. To'g'ri. Bas, diqqat qilgan muhim narsani deb beribdi. Xo'sh, rahmat Qaysar ustozga. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Kapitan guruhining 2-aylanma musobaqasi oxirlashdi. Ammo Chaydangi deb qo'ydigan bir xush qilib aytdi. Men xizmat izlashdan voz kechdim. Biz oxiri yaxshi ko'rgan odam bilan yaxshi ko'rgan ishni qilishni tanladik va kapitan sheriktining tarmoq do'konini ochdik. Gerçi bu jarayon jafoliq bo'lsa-mu, biz xushal edik, baxtli edik. 3 yildan keyin biz shuni his qildikki, egilikning cho'ng kichigi bo'lmaydi ekan. Siz faqat to'g'ri odam bilan to'g'ri yo'l tutsingizlar. Kapitan ichimlik do'koni. 当然，我们此时此刻也想听一下我们的指导老师林雪老师的心语。那么，林雪老师，有请。首先呢，我觉得应该特别的感谢我们的3位选手，因为我觉得你们其实帮我完成了我的一个心愿。因为这个《伪装者》本身呢是我比较喜欢的一部剧，我觉得我们3位选手啊，他们的领悟力特别强啊。在这个前边我给他们一提示啊，比如说我们3位选手都给他们一些提示，那我就发现他们就是马上就会接受哈，就是这种。在这个表现的时候，基本上都能够可能吸纳到我的一些建议。说起我们3位选手，我觉得都非常非常的优秀，非常的出色。无论是他们这个合作的作品，还是他们每个人分别完成的作品，都很完整啊。从完整度上来听啊，包括他们这个合作的这个部分的啊，这个整个这个表现力都非常的强。所以呢，我觉得我希望看到他们更好的表现。我希望在下一次比赛当中呢，还能看到他们更好、更棒的表现。谢谢林雪老师。Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, Kapitan guruhining bu aylanma musobaqasi oxirlashdi. Undaqda kim keyingi aylanmaga qadam qo'ya oladi? Biz eng oxirgi qarorni chiqishga Sun Yue老师呢taklif qilamiz. 有请孙越老师。好，把这个艰巨的任务交给我啊，交给我。老师们很信任我，我必须要完成这样一个最后的使命。谁去谁留，我也觉得责任重大。对啊，对，我们5位评委也很纠结。帕老师还下去舒缓一段时间，他太紧张了，怎么办呢？我明白他的意思，希望3位选手都留下。我也是这样一个心愿，其他评委也有这个心愿，所以我们今天打破常规，我们郑重的邀请节目组，把这3位选手都留下，留到最后。希望你们在决赛阶段有更好的表现。我们承担了很大的风险，我们破了这个规矩，这不是节目组的问题，是我们5位评委的一致决定。对对，啊，感谢你们。好，恭喜3位啊，恭喜！怎么样？我刚才说了什么？一切皆有可能啊！
Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, yana bir qitim mana bu sahnamizda turgan uchaylarga, uningdan boshqa naq maydonimizga qadam tashrif qilgan korxonchilarga, eng muhimi bizniki baholovchi ustozlarimizga ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga, javob tatdilar. Rahmat sizlarga, javob tatdilar. Xo'sh, undaqda albatta bizniki korxonchilarimizning sizlarga ozroq ko'ngli bor. Bugun kapitan guruhidagi mahirlarniki numar ko'rsa qarab uchilisi yaxshi tanlandi. Nəhayət xursand bo'ldim. Shu sabab bilan har qaysinglarga bizniki bu kapitan amaliy do'konlarimiz chiqadigan sof tabiiy ichimliklarimiz bor. Şinjan har qaysi rayonlarda do'konlarimiz bor. Shu do'konlarimizning 300 yuanlik iste'mol kartasi ham Gül İpar ordudan bir yürüşten soğuk kılma. Aslında kapitan şirketi bütün hem sen diğerler soğuk kartı özü sanık kegakta sal artık bir yürütüp vardı. Hoş, ada kalsa kadi nasıl şirketi? Bu kapitan grupustaki 3 mayır özünün nadir eserlerine kepto intayın hayacanlandık. Şu münasebet bilan bizning Pasil xalqaro şirketimiz özümüz ishlab chiqargan yurishlik ichimliklerimizdan bir yurish emisiga so'qsaq xizmat xodimlarimiz aloqalashib yetkazib berdi. Bo'ladi. Rahmat Pasil şirketiga xo'sh. Vazifa. 准备了一点心意，礼物在我们那个团结路19小学对面纳兹菲厨具店，你可以到那边去领。可以给我们选手送吗？也可以，也行，也可以也行，也行，好，没问题。 Rahmat sizga, ko'p rahmat. Xo'sh. Şinjan Ranalar Xalqaro Sovuqchilik şirketimiz bazarga salgan qiz-o'g'illar o'rtaq ishlatishga mos keladigan efranda rahat baqish ter asrash yurishligidan har bir aylanga bir yurishni so'g'at qilamiz. Rahmat sizlarga. Xo'sh. Yanalar to'yliq shirkatimizningki alayda so'g'atliq maslahatimizni tayyorlik qildik. Mushu do'stlarimizga minnatdorligimizni bildiramiz.